Assalomu alaykum hurmatli Ideal Texnik YouTube kanali obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun e'tibor markazimizda Fab kompaniyasi tomonidan ishlangan 8,5 metrli telemetallitskiy furgonimiz bo'ladi. 260 ot kuchi bilan jihozlangan bu furgonimiz 606 litrli dvigatellari bor. Xo'p, hozir aytib o'tgandek 260 ot kuchi, высокий подвеска, двухспальный. Ichkarida ikkita spalni esa и высокий подвескamiz. Xo'p, ikkita mostli 6 ga 4 ballonli formulasi, 400 litr объем baka, ya'ni bakana hajmi 400 litr dizelda yuradi. Undan tashqari gaz o'rnatsiylar ham bo'ladi. 150 litrli gaz ballondan 6 ta o'rnatsiylar bo'ladi. Uni o'rnatish uchun alohida mana bunaqa joylarimiz bor. Gaz uchun alohida mana bunaqa yopiq ochilgan joylar bor. 150 litrdan ikkita bu yoqqa, ikkita narogi va yon biqinida yana ikkita sig'adigan joyi bor. Qolagan 6 ta, qolaganlar 4 ta gaz ballon o'rnatsiylar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda ochilish eshiklari ikkita tomonli va orqamizda kameramiz bor. Ichkarida zavod qilib skorost orqaga yurganingizda avtomatik переключаться qiladi. Orqani yurayotganlarda ko'rsatib turadi. Bu haydovchilarimiz uchun juda ham katta qulaylik. Yengil avtomobillarning o'ziga yaxshi yordam beradi. Katta bunaqa furgonlarga juda ham kerakli narsa deb hisoblayman. Bu yerda penalimiz bor. Ichiga o'sha pankrat zip zapchastlarini solib qo'ysanglar bo'ladi. Birov temaslik uchun qulf osib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlovchilar uchun bu yerga yetib o'tgan gaz ballonimni 3-joyi mana shu yerda bo'ladi. Bu yoqqa ham tiqsanglar bo'ladi. Texnikamiz Euro 5 ekologik klass standartlarida ishlangan, shuni hisobiga AdBlue suyuqliklari ham bor. AdBlue suyuqliklarini bilasizlar, gulishtildan chiqayotgan zaharli tutunni kamaytirib berish uchun ishlatiladi. Hozirgi kunda Euro 5 ta o'sha ekologik klass bo'lgan texnikalarga qo'yilyapti. Xo'p, endi esa texnikamizning salon qismi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, texnikamizning salon qismimizda gidravlik rol, ko'p funksiyali pnevmatik подушка сидения, cruise control, climate control hamma narsasi bor. Ya'ni o'sha konditsioner, pechka hamma narsamiz bor. Xo'p, sidenkamizni har tomonlama o'zingizlarga moslashtirib olsanglar bo'ladi. Spinkasini, o'tirgan joylarni oldiga, orqaga, teparoq, pastroq qilib. Xo'p, bu yerda konditsionerlarimizni yoqish, o'chirish, boshqarish joyi. Xo'p, multimedia panelimiz sensorda boshqariladi. Xohlagan kanallarga qo'yib ishlataverasizlar. USB, AUX, Bluetoothlar ulanadi, hamma narsasi bor. Ikkitali signalimiz, avvalgi knopkalari, speedometrlarimiz. Xo'p, eshigimizda elektron tarzda boshqariladigan yon oyna va bokovoy oynalarimiz. Bokovoy oynamizda progressiv xizmatlari ham bor. O'sha qishda muzlab qolganda, qor turib qolganda bu yerda knopkasi bor. Bosib qo'ysanglar, qizib, qorlarni eritib, muzlarni eritaveradi. Xo'p, bu yog'imizda 2 kishi uchun spalni, pastda va tepa qismimizda spalnisi bor. 2 etajli, 2 pog'onali, 8 tali skorost, qo'llanishni tormozi. Xo'p, bu yoqda mana suv qo'yishga ham, narsa qo'yib qo'yishga nima deydi buni, podstakannik. Xo'sh, mana bu yerda mana sidena bor. Sidenani ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar yana bitta passajir uchun ko'tarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar tushirib olaverasizlar. Bu yoqda mana uchkasi bor tortib. Bu yerda bunaqa barda cho'kchamiz bor. Orqasida podstakanniklar bor, bemalol ishlataverasizlar. Xo'p, rulimizda o'sha nima deydi, mana bu knopkalarini. Cruise controllar boya aytib o'tdik-ku. Bo'ldi shu. Xo'p, furgonimiz yoqqan bo'lsa, qiziqish bildirilgan bo'lsa, savolingiz bo'lsa, nomerlarimiz ekranda bemalol murojaat qilib, o'zingizlarni qiziqtirgan savolga javob olishingiz mumkin. Sirasiz shartnoma tuzib, shartnomani elektron tarzda olsangiz ham bo'ladi o'zingizlarga. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmalarini bosib qo'yamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.